nimaga kreativdaman? Nima ballo bo'lgani bu? Ah. Nima? Men qishloq emas. Bu yana nima balolar bo'ldi? Bu sigirmi bu? Sigirmi shu? Bunday sigir yo'q. Lekin mana bu qishloq demoqchi edim. Nima bu? To'sqanmi bu? Bosh yo'lga o'ygan. Do'lani ketib ketgan. Yana nimalar bo'ldi? Bittasi musul tashlab ketganmi? Malla tushdi menga. Bu jala o'yganim yo'q. Hammayam yana nimalar bo'ldi? Meni uyimga nima qildi? Voy, mazaq chiqdi-yu buni. Suv lava ikkalasi birlashib. Nima balo bo'ldi yana bu? Voy, nimalar bo'ldi bunga? Qanaqa to'lami? Qanaqa Minecraft bu? Bu Minecraftga ham o'xshamaydi. To'xtaydi. Sliz va yo'lmaysiz. Nima balo bo'ldi bu Minecraftga? Mayli, mana buni olamiz, buni olamiz va buni olamiz va buni va yana buni. Jetel. Qani sen bilan nima savdolashib bo'ladi? Buni botlar chiqadi. Jetellar bilan. Ochikda qo'yaman bittasi. Qanaqa jetel bilan? Ochikda qo'yaman. What the fuck? Voy, bular kim bular? Ko'zi yo'q odamlar-ku. Bijirlab qo'ygan-ku bular. Nima balo bu? Bosh kiyim kiyib qo'ygan bular. Nima balo qilgan? Sigirni usi-pusi o'layotganiga qaraydi. Usi-pusi o'layapti. Ellikta bo'lishim kerak. Ellikta bo'lsa yana shunaqa videoda ko'p chiqadi. Yana bittasi tashlandi videodan. Manimcha. Kishqo'riydi. Nima bu? Nima? Kishda yo'qmi? Nima? Ha, bilaman. Bu nima? Mamam shu. Kimmas. Ha, mayli. Buni qo'ysak. Nima bu? Plus qani? Boshqa bir nimalar. Sabichi. Xushma. O'rganishdi. O'tib qoldi. Lekin mana bu hayvonlar juda ko'padi bo'lar ekan. Yaxshi bo'ladi. Jetellar. Yana bunlar. Jetel ko'p. Nima chiqarganlarmi? Mayli. Ular yonib ketgan bo'lishi kerak. Nima balo bu endi? Suv, lava. Lavada cho'miladi, suvda cho'miladi. Shunaqa qilib yurganki. Qanaqa Minecraft bu? Bu to'lachi bular. Nima bo'ldi bunday? Qasrchi bu. Qasrmi shu? Mana o'zini tosh qo'ygan mana bu yerda. Mana voy, ishlar nima bo'lib ketdimi? Hech tosh. Mana shu yerda zina bo'lishi kerak. Voy, nimalar bo'lib ketgan bu yerda? Bu nima? Nito. Nima?
Spawner? Spawner'imiz yok. Ha, spawner. Spawner nima? Nima qiladi bu? Va kompot. Nima? Mana bunda. Nimalar va qanaqa bo'lib ketgan bu qishloq? Kim qishloqi bo'lishi mumkin? Qanchalik qishloqligini ham bilmayman. Lekin o'zim Minecraft'imga qaytishim kerakman. Minecraft'da nima qilaman? Voy, nima qilishim mumkin bu Minecraft? İkinci qismi chiqishi uchun 50 ta o'rnash to'plab beringlar. Keyin ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismda biz chunki Minecraft'imizga yutib turamiz. Endi esa tenejini portlatamiz. Endi 50 ta maqsadida biza chotki uzun video tayyorlamoqchi edik va buni hozir olganman. Endi tayyorlab o'tibman. Ko'ramiz, endi chiqadi u. Agar 50 ta desangizlar, yana 8 ta obunachi qolibdi. Agar 100 ta bo'lsa, men 100 ta tenetib qo'yaman. Shuning uchun albatta obuna bo'ling. Video yoqgan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Sizlar bilan Idris Minecraft bo'ldi. Hammaga xayr.